Assalomu alaykum fuqarolar, xalqim. Keyingi videomni chiqaryapman, sizlarga hozir bir narsa o'qib beraman. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatining va Senat a'zosining maqomi to'g'risidagi qonunning 7-moddasi. Deputatning va Senatning huquqlari. So'rov bilan murojaat qilish. Endi so'rov bilan murojaat qilishni masalaga keyingi videoda ko'rsatib o'taman. Hozir sig'maydi videoga. Hozirgi ko'rsatib o'tiraman hozir boshqa huquqlarini. Hozir eshitinglar. Fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaat muhofaza qilinadigan manfaatlarini buzish hollari yoki qonunchilikni buzishning boshqa hollari ma'lum bo'lib qolgan taqdirda ularga darhol chek qo'yish choralarini ko'rish talabi bilan tegishli organlar hamda mansabdor shaxslarga murojaat etishga haqli deyilgan. Demak, bu yerda deputatni Oliy Majlis sizning okrugingizdan saylangan deputatni bu haqqi. Ya'ni bundan foydalanishga majbur. Agar sizni huquqingiz buzilayotgan bo'lsa, tegishli choralar ko'rishga haqli. Endi yana boshqasi bor, u ya'ni so'rov yuborishga deyilgan joyi bor. Hozir o'ylayman, sig'maydi deb o'ylayman hozir. Deputat davlat organlarining mansabdor shaxslariga qoida tariqasida tegishli saylov okrugi saylovchilarining huquqlarini va qonuniy manfaatlarini ta'minlash bilan bog'liq masalalar yuzasidan asoslantirilgan tushuntirish berish yoki nuqtai nazarini bayon etish talabi bilan so'rov yuborishga haqli. Senatorlar tegishli hududlarning manfaatlari bilan bog'liq masalalar yuzasidan so'rov yuborishga haqli. Mana shunda ozgina cheklov joyi bor. Agar sud ish yurituviga taalluqli masalalar bo'lsa yo prokuraturani ish yurutuvida taalluqli masalalar bo'lsa, ularga deputat so'rovnomasi yuborishga haqli emas. Mumkin emas. Agar sud ishi tugatilgan bo'lsa, ko'rib chiqilgan ish bo'lsa, qaror qabul qilingan bo'lsa, unda mumkin so'rov yuborishga, ya'ni sizni huquqingizni himoya qilishga majbur. Mana shu qonunlarga asosan bu 10-modda so'rov. Davlat deputat va senatining so'rovi 10-modda. Deputatlar va senatorlar maqomi to'g'risidagi qonunni lex.uz ga kirib shuni chiqarib, shu qonunni chiqarib o'zingizlar ham ko'rib olishinglar mumkin. Yaxshilab o'rganib olinglar. Bir masalani bir joyga ko'tarayotganinglarda shu ko'tarayotgan taraflarning qanday huquqlari bor, qanday vakolatlari bor. Mana shularni yaxshilab o'rganib olinglar birinchi murojaat qilishdan oldin. Ana o'shanda sizlarni hech kim aldolmaydi. Rahmat.